Men o'zimni oilam bilan ko'p vaqt o'tkazaman. Men oyim bilan ko'p rasmlar chizaman, ko'p narsalarni yaratamiz. Dadam bizning kayfiyatimizni ko'tarib hazillar qilib turadilar. Ukalarim har doim quvnoq bo'lib o'ynashadi. Men kun davomida ko'proq kechki paytni intiqib kutaman, chunki u paytda men darslarim tugaydi va men uyimda dam olyapman. Tushlik payti men juda ham shoshilaman, chunki darsim juda vaqtli boshlanadi va undan oldingi darsim juda kech tugaydi. Men darsimni boshlanish vaqtini ozgina keyinroqqa qo'ygan bo'lardim. Shoshmasdan ovqatlanish uchun. Har bir bola o'qish huquqi bor. Buni ham ko'raman. O'qish kabi dam olish huquqi ham bor. Bo'sh vaqtida xohlagan ishini qilishi mumkin. Bu huquqini ham ko'raman. Chunki bolalar kelajakda shu davrni davom ettirishlari kerak bo'ladi. Agar ularga hozirdan ularni huquqlarini paymon qilsak, ular kelajakka intiqishlari so'nadi. Bolada har doim o'qishga imkoniyat bo'lishi kerak. Har doim o'ynashga imkoniyati bo'lishi kerak.